Meni ismim Halim Umidjon, 22 ga kirganman va hozir Just Grant loyihasida o'qidim. Yaponiyani menimcha eng asosiy katta savollaridan biri, misol uchun, qo'pol qilib yomon bo'lsa ham aytaman, mana Ikkinchi jahon urushida shu Hiroshima Nagasaki shahriga bomba tashlagandan keyin, o'shandan keyin bir 30-40 yilning ichida shu dunyo bo'yicha ekonomikasi, iqtisodiyot bo'yicha ikkinchi o'ringa chiqqanligi uchun shu wow bo'lgan, qanday qilib 30-40 yilning ichida meni qo'pol qilib aytsak, qashshoq davlatdan zo'r davlatga aylanib ketganligi, o'sha menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Yaponiya tanlaganim uchun asosiy sabab shu. Undan keyin menimcha hammada sabablardan biri shu anime bo'ladi. Keyin o'qishi dunyo bo'yicha eng kuchlilardan biri. Yaponiyani hozir Tokio shahriga poytaxtga ketyapman. Justda universitetda o'qib yurgan paytim shu o'zi Yaponiyaga ketaman degan o'zim xayollar qilganman. Ketaman 2 yil, 3 yil oldin. O'shanda internetdan programmalar, ya'ni shu konsalting firmalar qilishni boshlaganman. Birinchi o'qib shu Just chiqqan, keyin Justdagilar bilan gaplashganman va ularni mensa bo'ladi o'qitishini ko'rdim. Misol uchun birinchi darsligini ko'rdim. O'shanda yaxshi ustozlar o'qitilishi zo'rligi uchun Justni tanlaganman. O'shanda uydagilarda sal ikkilanishlar bo'lgan. Chunki o'sha paytlarda endi asta-asta shu konsalting firmalar ko'payishni boshlashgan. Keyin misol uchun mashiniklar desak, ya'ni rus tilida o'qib aytsak, o'shalar ko'payishni boshlagan paytlar bo'lgan. Shunga shunaqa sal ikkilanishlar, qo'rqishlar bo'lib turgan. Keyin o'zim izlandim Just Grant haqida, chunki keyin ular shu bir 10 yil tajriba borligini ko'rdim. Keyin men samolyotda shuda asosiy sabab shu bo'ldi. Ikkilanish uncha bo'lmadi. Sizda bo'lgan keladi. Da, uydagilarda bo'lgan ikkilanish bo'ldi. Tomoni o'qitish bo'lgan. O'sha paytda Azamat sensei bo'lgan paytlari qanaqadir yaxshi o'qitish, keyin bo'lsa bo'ladi o'qitish metodikasi desak ham bo'ladi. Misol bemalolroq, dars paytida bemalolroq gaplashib, misol uchun yana orada motivatsiyalar bo'lib, Yaponiyaga borishga ular aniq qilishganda motivatsiyani ko'paytirib turgan Azamat sensei. Shunga yaxshi tomonlar shu bo'lgan. Keyin grant paytida baribir hammaning eng katta motivatsiyasidan biri shu grant yutish bo'lgan. Men ham shu grant yutish harakatida bo'lganman. Vaqti aniq esimda yo'q. Menimcha 2 yil oldin bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'da 2023-yil bo'ladi. O'shanda birinchi marta o'shanda eshitganman. O'shanda Just Grant o'qiganman. Keyin undan keyin orada tashlab qo'yib, yana mana hozir davom ettirib tugatdim Just Grantni. Desa bo'ladi, shu kelcha desa bo'ladi. Rost aytsam, menga ko'pchilik aytishgan, ya'ni Tokioga qilman, 99%, 90% ni ko'pi atrás chiqadi deb aytishgan. Keyin men yo'q, desa bo'ladi. Shu Tokioga boraman, ya'ni poytaxtga boraman deb o'zimga maqsad qo'ydim deyishgan bo'ladi. O'shanda menga menejer telefon qilganda, ya'ni Tokioga vizangiz chiqdi deganlarda, juda ham shokda bo'ldim. Rosa xursand bo'lib, desa bo'ladi. Juda ham baqirgim kelganda, endi unda ishxonada edim. Shunga baqirgim kelganda, endi baqirmadim. Keyin o'sha kuni volidamga, ayamga telefon qilsam, ular ham umuman ishonmadilar. Keyin rostdanmi deb bir 3-4 marta rostdanmi deb so'radilar. Keyin rostdan shunaqa chiqdi deb aytsam, ular ham juda xursand bo'ldilar. Quvonch yig'isi deydimi? O'shanaqalar bo'lgan. O'zim ham shokda bo'lganman, chunki Tokio chunki eng qiyin viza chiqish davlat, shahar desak ham bo'ladi. Dunyo bo'yicha. Men boshqa xursand bo'lganman, rost aytsam. Maslahatlarga kelsak,
menimcha boshida baribir kulturasini yoki odam baribir o'zi qiziqishi bo'lishi kerak. Avvalambor baribir qiziqish orqali keyin shu Yaponiyani yoki qaysi boshqa bir davlatni tanishadi. Yaponiyaga bormoqchi bo'lsa, menimcha shu asosiy animelar, oddiy animelardan boshlagan ma'qul deb o'ylayman. Chunki baribir anime orqali qiziqish ko'payadi. Keyin misol uchun Yaponiya madaniyatiga o'tib ketish mumkin. Menga o'xshab misol uchun shu anime orqali Yaponiya madaniyatiga o'tib ketdim, meni qiziqib ketdim. Keyin qanday qilib zo'r, ya'ni o'qishini izlandim. Shu keyin o'zlaringni hobbilaringdan shu yapon tiliga yoki tilga bog'liqlar. Misol uchun qo'shiq eshitmoqchi bo'lsalaring, endi men shaxsan o'zim qo'shiq eshitmoqchi bo'lsam faqat yaponcha qo'shiq eshitaman. Chunki ichida ba'zi so'zlar bor, so'zlarni yodlab o'sha tarjimasini ko'rib, keyin ma'nosini ko'rib, sekin yodlab, ya'ni yapon tilida men qo'shiqdan yapon tilini o'qishni ham yodlashni ham o'sha o'rganyapman. Yo'q, xohish bo'lishi kerak va istak bo'lishi kerak birinchi bo'lib. Jasda shaxsan o'zimning fikrim o'qitish sifati yoqadi, keyin metodikasi yoqadi, ustozlari masalan ochiqcha yoki zamonaviy deb tushuntirsam ham bo'ladi. Shunaqa o'tishadi. Keyin baribir mana hozir jasda yangi grantlar aslida men desam bo'ladi. Kafolatlanadi. Misol uchun viza chiqmay qolsa ham, misol uchun 100% viza olish ehtimoli bor. Keyin baribir imенно jasdni tanlash maqsadida, ya'ni tanlashdan maqsad beraman. Chunki ularda o'sha tajriba bor. 10 yildan beri taxminan adashmasam tajriba bor. O'zimda ham misol uchun shaxsan yaqin tanishlarim borgan shu jasd orqali. Keyin 3,5 mingta talaba ham bu 10 yil ichida juda kam talaba emasda. Yaponiya ya'ni eng qiyin davlat, spesial chiqqan davlatda 3,5 mingta talaba jo'natish bu nerealniy summa. Va lekin jasdni qo'ldan keyin imенно jasd tanishlaringni shaxsan o'zim maslahat beraman. Keyin savol bo'ldi. So'z topish demoqchiman-da. Jasd grant men uchun ishonchli deylik. Mencha shunday qilib atagan bo'lar edim. Chunki o'zlaring ham bilasizlar deb o'ylayman. Baribir har xil konsulting firmalar chiqib ketgan. Menimcha shaxsan o'zimda fikrim, baribir tajribasi bor joyga borganlaring ma'qul. Uchun ishonch. Just o'ziga ishonganlar uchun.